To'g'ri ketgan buni. Ada nima qilyapsiz? Devonini ko'rmaysanmi? Kir bilan kiyim bilan tiqyapti pulni. Qurtolmayman mana. Yomg'ir yog'yotibdi-yu. Voy voy, kalamga kiyib. O'zi qayerdan kelyapsan? Yangi krossovka olib kelganman. Nech pulga olding? $750 ga tushdi. U to'y qilaman-ku bu pulga. Voy, kelli ishlamaydi seni. Voy to'poy. Mana yomg'ir yog'adi yopib qo'ylaring desam, yopmaydi. Yaxshi ham otasi bor. Ada men olmada yeb ko'ring-da. Magazinga kelib donasi 50 mingdan ekan, gollandskiy ekan. O'sa to'poy ikkalovini 100 mingga oldingmi? Men bir qop olaman-ku. He? Ada, Oh, kiyimisizmi? Millionni konsertiga bilet olganman. voy nech pulga olding? 500 minglik joyda oldim. Voy to'poy. Pulni qanqa sarflashni bilmaysan. Men buni tekinga olaman-ku, anu millionda chiqadigan mo'min bratishkam-ku tanishim. Shuni telefon qilaman, tekinga beradi. Yo'q, siz tanishingizmi? Alo. Alo. Men Abror ekanman, anu seni taksida uyingga olib borib qo'ygan. Eslolmayman, bor. Aha. Konsertga bilet qilib beraman dedim, bratishka. Iltimos, chalg'itmanglar, hozir sahnaga chiqaman. Xo'p, rahmat. Kimlar telefon quradi, davay. Ha, bolam. Rahmat bolam. Konsertni oxirgi kunigami? Bo'ldi, bo'pti. Nima dedi shunda? Oldiroqdan ko'rar ekanmisan? Konsertni oxirgi kuniga bilet beraman deyapti. Bugun kuzaniki. Yur tushaylik. Mo'minni oldiga olib bor. Onang Mo'minni ko'ring. Ada marojniy olgan ketolman, yeysizmi? Marojniy yeb o'tiribman o'zi. Marojniy sezon boshlandi, bir maza qilib yeydi, original zo'ri bor. Men yeb o'tirganim Ice and Gold Svetli Gorod mahsulotlari, tushundingmi? Buni 9 xili bor. Mana shu Liboy importli muzqaymog'ing bilan birga bir raqobatlasha oladi. Mazasiga ham gap yo'q, sifatiga ham gap yo'q. Tushundingmi? Bitta yeb ko'rgansan? Maniki importniydi, ada chet ellik. Вот именно. Xorazm chet ellikisi yotib olib yalalaring, qimmatga olib. Meniki o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ham sifati yaxshi, ham mazasi yaxshi, narxi ham arzon. Nima olishni bilmaysanlar.